Eng mukammal filmlarda ham kichik xatoliklar bo'ladi. Hattoki Marvel studiyasi ham bundan mustasno emas. Keling, men sizlarga 3 ta Marveldagi xatolikni sanab beraman. Qasoskorlar cheksizlik jangi filmini hammamiz bilsak kerak. Tansning birgina harakati orqali dunyoning naqd yarmi yo'q qilib yuboriladi. Ana endi shu joyda e'tibor beradigan narsamiz voqealar San-Fransiskoda bo'lib o'tadi. Lekin biz bilamizki, San-Fransisko hamda Vakanda o'rtasidagi vaqt mintaqasi naqd 8 soatda farq qiladi. Lekin bizga ko'rsatilgan kadrda Vakandada ham San-Fransiskoda ham bir xil vaqt, ya'ni kunduzgi vaqt ko'rsatiladi. Chumoli odamda aytiladi, hajm qanchalik kichragani bilan vazn o'zgarishsiz qoladi. Lekin biz bilamizki, chumoli odam kichragan vaqtda aynan chumollarning ustiga chiqib harakat qiladi. Agar vazn o'zgarmagan bo'lsa, demak chumollar mayib bo'lishlari kerak. Bu yerda qandaydir xatolik bor. 3-xatolik. O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmida aytiladi. O'rgimchak odamni tanigan va uning dushmani bo'lgan insonlar bu olamga tushib qoldi. Lekin biz bilamiz, Elektro o'rgimchak odam kimligini bilmasa, u qanaqa qilib bu olamga tushib qoldi. Bu yerda qiziq sir yashirin, balki unga oldindan spoiler qilingandir. Bilmadim, bu xatolikmi yoki fikringizni izohlarda qoldiringlar. Bu shunchaki birinchi 3talik. Agarda bu videomiz ko'proq like yig'adigan bo'lsa, albatta ikkinchi qismini ham chiqaramiz.